So'raganlarga Surxondaryoda Denodan yer qo'parayotimiz sotuvda ekan 5 yashar hozir kelgan qarang udarotlardan yer qo'parayotimiz sotuvda 5 yashar ot. Aka 5 yashar otni narx so'raganlarga Surxondaryo Sarasidan 9 yashar otimiz sotuvda ekan uloqchi otlardan ot olaman deganlar bo'lsa marhamat mana aka 9 yashar otimiz. Aka narxi nechi pul? So'raganlarga Surxondaryo Bobotog'dan kelgan 4 yashar toyimiz sotuvda ekan toy olaman deganlar bo'lsa marhamat. Xo'p, aka 25 million so'm baho qo'yapti, 18 million so'm savdo bo'lyapti. So'raganlarga Surxondaryo Sarasa Payshanba ot bozorida shu aka hozir 7 ta toy olib keldi, toy olaman deganlar bo'lsa marhamat shu bu yilgi qulinlar va toylar. Xullas 5 tasi erkak, 2 tasi urg'ochi. So'raganlarga Surxondaryo Sarasa Sharg'indan 3 yashar toyimiz sotuvda ekan, qora bayir toy olaman deganlar bo'lsa marhamat xullas zo'r toy, yaxshi toy sotuvda ekan. Uydan ham sotamiz deyapti. So'raganlarga Surxondaryo Sarasadan alaka toy sotyapti, 2 yashar toy. Alaka toyni nechi pul deyapsiz? Hozir 15 ga. Ana 15 million baho. So'raganlarga 3 ta toycha sotuvda uzundan 2 yashar, hammasi 2 yashar ekan, toy olaman deganlar bo'lsa marhamat shu akadan uzundan kelgan 3 ta 2 yashar toychalar sotuvda. Ot so'raganlarga G'ayratdan 2 yashar otimiz sotuvda ekan, ot olaman deganlar bo'lsa marhamat xullas aka 28 million so'm baho qo'yapti, 22 million savdo bo'lyapti. So'raganlarga Surxondaryo Sarasa Payshanba ot bozoriga 3 ta erkak tuya kelibdi ekan, akamiz sotyapti, tuya oladiganlar bo'lsa marhamat, uyda ham nomer bor. Bu 4 yashar a? Bu 1 yashar a? Toy so'raganlarga Surxondaryo uzundan 3 yashar toycha sotuvda ekan, yovoshgina toycha. Nech pul deyapsiz katta? 22 million so'm baho qo'yilyapti. So'raganlarga 9 yashar bahorga 10 ga kirar ekan, ot olaman deganlar bo'lsa marhamat yer qo'parar otimiz sotuvda ekan. Yutta Surxon Tuz kanalda to'liq videosi bor, shu otni oldini ko'tarib sakrang. Va yana toy so'raganlarga Surxondaryoda Denodan 3 ta toycha sotuvda ekan. Xullas hali yoshiga to'lmagan deyapti bilan, hali 1 yashar bo'lmagan. Mana shunday toychalar sotuvda 3 ta urg'ochisi qolibdi, 3 ta erkak. So'raganlarga ona bola biyamiz sotuvda ekan, Gazaraydan ekan, onasi 4 yashar, birinchi bolasi ekan, aprel oyiga tug'ilgan ekan. Aka 20 necha savdo baho qo'yapsiz? So'raganlarga Surxondaryo Bandixondan kelgan 6 yashar uloqchi otimiz sotuvda ekan, ot olaman deganlar bo'lsa marhamat xullas 30 million so'm baho qo'yapti aka, kelishtirib beramiz deyapti. So'raganlarga Surxondaryo Denodan 2 yashar toyimiz sotuvda ekan, toy olaman deganlar bo'lsa marhamat aka 25 baho qo'yilyapti, 18 million so'm savdo bo'ldi deyapti. Xullas 20 dan oshdi. So'raganlarga Surxondaryo Bobotog'dan kelgan Oqmachdan kelgan ona bola baytalcha sotuvda ekan, bolasi urg'ochi ekan, 5-bolasi ekan, onasi 9 yosh yoki 10 yosh deyapti.